Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda bir kun qoldi. 21 mart sanasidan boshlab tamom. Tezda barcha fuqarolar va ota-onalar ogoh bo'ling. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, maktab o'quvchilarining bahorgi ta'tili 21 mart sanasidan boshlanadi. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomga ko'ra mamlakatimizdagi umumta'lim maktablarida o'quvchilari uchun bahorgi ta'til 2025-yil 21-mart kunidan boshlanadi va 27-mart kunigacha 7 kalendar kuniga qadar davom etadi. 4-chorak o'quv darslari 2025-yil 28-mart kunidan boshlanadi, deyiladi xabarda.